Balam, toy işini oylaştın mı? Yeşanma bir yak berip kaldı. Ya özün kızlatmaysan, ya biz degenge unamaysan, ha? Mening o'ylig'im badada. To'y qilish shunday oson ishmi? Uningga pul bo'lmaydi-da. Bizmi jiq to'ylarga bordik. Obdanaroq, yaxshiroq qilmasak bo'lmas. Silnisa xotin. Sen to'y qilishga oldirmag'achqa bu uyni setib oldik. Bezidik. Qani, bir amal bo'p qala. Senden keyin so'nglarim bormasmi? Sen undaq deganing bilan 30 ming so'm bo'lmasa to'y qilib bo'lamdi. Qani, sen bir qiz topmamsan. Qag'inig'i men ba. Mushu vaqtcha sizlarni bo'yin qistirib qo'ymadim. Dada, desam Zökra to'y qilishtirsin bo'lmasa, keyinchi bir gap bo'la. Oy, akba, qanday ahvoling? Ko'rinmaysan-ku? Yaxshi, men ba, o'zingchi, nima ishlar bilan? Men shu savdo ishlari bilan degina. Savdo? Qanday savdo? Keyinchalik savdo so'mamdi. O'zing nima ishlar bilan? Ya'ni shu maktabning ishlari bilan. Bugun dam olish kuni. Shun ozroq narsa kerak setib olayda chiqishi. Birdan o'ltamaylimi? Bo'ldi. O'ltasak bo'ladi. Lekin mening asriq ishim bor edi. Ishga berib kelay. Agar mumkin bo'lsa bizning uy baxchi mahallasida. Berib birdan paranchib kelasiz, ha? Ma'qul. Keyinchi boraman, ha? Bo'ldi. Borasiz, ha? Ma'qul, xo'sh. Oy. Xafa manga. Hafta qilishtirikdagi bir niklar bor. Erenchev no'g'an qizimizdi. Qandaq. Jira. Xeyildan beri kendimizni ayishib kelyapsiz. Bizga deydigan barakatimiz bor, o'xshamamdi. Sizlar bilan tanishib qoladigan shu. Ondaqda birga boshlamamsiz. Buning ichida tanishib ketib bo'lmas. Çatak yo'q. Siz bilan uzunroq o'tirdik vaqtingiz bormi yoki ozramsiz? Vaqt degan yetarli. Bugun dam olish kun tursa. Undaq bo'lsa, mening uyimga ketmandiq. Ma'qulamsa, yuringlar. Bu yigitning ixtiyorchi bo'lsin. Men oshxona restoranlarning tamog'i. Yuringlarmisa. Endi chiqibla taksidan bir miqdor. Mayli.
Hey, sizlar turib turinglar. Men yigitlik bir narsa kelay. Ha, shunday qil, ma'qul. haqqi. Hey, Zubayda, u xeli bo'ldigan yigitgana. Qarab, uni o'zim taklif qildim. Adash, uni kuyib qilib, ishni buzib yurmayin. Xotirjam, uni qo'lga tushirmasak bo'lmaydi, juma. Unda bo'lsa, men bu yerda ishlasam bo'pti-ku. Maktabning ishki to'xtab maoshi qarab turg'acha. O'qituvchi ekansiz-da. Maoshingiz qancha? Aram 800 so'm. Sud o'tgan savdogarning bir kunlik foydasini bir oyda oladi ekansiz-da. Bichara. Sizlarning ish qilsizlar. Savdogarchilik qilamiz. Nima savdo? Xo'p, ila parsit savdosi. Sizdek chiroyli yigitlarni indakka keltirib savdosi deymamsa, adash. Demisanglarmi, indakka gap bo'ldi. Asosiy maqsad kelsak, bu soatda o'tadigan darsimiz til yoziq tarixi. Buningdagi asosli masala tildan iborat. Til bo'lsa insonlarning eng muhim bo'lgan birdan-bir aloqalash quroli bo'lib, til insonlar uchun eng muhim qurolning biri. Bu til insonlar paydo bo'lish bilan birga paydo bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisa. Odatda biz deb kelayotgan til tavush, fonema, so'zdan iborat 3 tarkibdan tuzilgan bo'lib, bular biz davatgan tilni tashkil qiladigan omil. Diqqat qilaylik. Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz leksologiya. Buningda bilmoqchi bo'lgan mazmun tuvandagidek 2. Ya'ni birinchisi ma'nodosh so'z. Ikkinchisi qarama-qarshi so'z. Ma'nodosh so'z degani nima? Ma'nodosh so'z deganimiz ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarni ma'nodosh so'z deymiz.
Endi ikkinchisi qarama-qarshi ma'nilik so'z deganimiz ma'no jihatdan bir-biriga zid bo'lgan so'z, qarama-qarshi ma'nilik so'z deb ataladi. Sizlar bo'shamasgansizlar-jimi? Men sizlarni qizlar aqshidi desam, oqiratnimi ichib qo'ydi ekansizlar. Qaraganda bo'shamasgansizlar. Achingizni endi tilyapsiz. Bu degan tamakining akiga chekib baqamsiz? Qanday tamaki bu? Purqi g'alatilik ekan bu. İşte silih kiratamda. Silih bo'g'ini bilan purqi g'alatilik ekan. Ta'mi qonsiz ekan. Odamni ko'ngli ilashtirib ekan. Doğruluq tamaki tursa bu. Doğru degan qonsiz bo'lmay tatbiq bo'ladimi? Chekingiz bo'lmasa qo'ying. Arzon tamaki emas bu. Bo'ldi. Xapomanga. Bu tamakining zoti qanday foydasi bor? Qansiqkan, sesqkan demay birini chekib tegasangiz, foydasini aniq ko'rasiz. Sıra dans oynaydı. Qara, do'stim chiqib kelsin kim? Chiqib ketdi. Yaxmidim. O'shani so'rabsiz. Ko'zlarimga qarasangiz hammani tushunasiz. Undoq biz qaytib qiling. Nima deyapsiz? Qanday qayt ekan? Zati qanday qayda? Şimdi tushunasiz. Qizlarga ochiq gap. Unda bo'lsa, o'zingizni to'g'rilab oldi. Herhalde insonimiz vakan jimo'jin. Qunduz populga azroq yigidek birini etkili. Ma'qul. Do'stimni bozaq qilib bo'lmoqchimi, Akbar? Xotirjam bo'ling, Qunduz. Menda undaq niyat bo'lsa-mu, lekin undaq jur'at yo'q. Bo'ldi. Biz o'zimizning ishni qilsak qanday? O'tiraylik. Endi bu tamakidan birini chekkan. Meni bu tamaki g'achib zo'rlab ketdingiz. Zoti qanday foydasi bor? Bu tamakini cheksangiz ajoyib kuch-qudratga ega bo'lasiz. Shakl bo'lasiz. Baştil dememsiz. Ben kino televizorlarda chet elliklarning mushunday tamakini chekkinni ko'rgan. Lekin men chekib bakmagan. Foydasi bo'lmasa, ularmi chekmasa qachon? Qani. Götüreyim. Hı? Uyup isteyemedim ha. Mesut kalmagan siz. Oldu kıla ha. He?
Voy, nima deb kelding? Zubayda bormi? Yo'q, U ne ketdi? ketadigan yer ketdi. Manga hiliq tamakidan basingiz bo'pti. Tamaki degan pulga keladi, yigit. Puling bormi? Ba. Undaq bo'lsa qani kira. Hey, u yoq bu yoqqa tinib qilib qarab yurmay. Ikrama. Qancha pul? 150 qo'y. Nima qimmat tamaki u? Bu degan odatdagi tamaki emas, xiroyin chekding yigit. Uning bahosini mendan o'tdan bilgansa. Puling bormi yo'q? Bo'lmasa bu yerda turmay yo'qol. Nimanda qo'pollik qilasiz? Bizga tanishmaydiganlardan bo'lsa. Men sendeklardan necha 10 ni taniyman. Puling bormi yo'q? Bor. Undaq bo'lsa qara. Puling ara 73 qo'y ekan. Bo'pti, tanish bo'lgandan keyin sen e'tibor qilay. Yana 30 qo'y chiqa. Menda faqat shu pulli bor. Bo'lmasa xo'jayindan so'rab boqay. Qo'shilmiz menda ranjima. Ma'qul. Xo'jayin qo'shilmadi. Pulingga tushliq o'kil boshini urib qo'yayman. Unda qilmay hiliq tamakidan basingiz bo'pti ekan Qunduz. Shuning pul yo'q, go'shk amriq degandek, uni o'rnidan chiqib ket. Maylamsa. O'tinib qolay. Men mush yerda birdan orom olay. Bekli uyqum kelib ketdi. Bo'pti, aramasang al. Biroq to'lib bildirmay jim yat. Lazımlar toplaş yatak yetiş şadesiz. 7 günden 10 güngacha aqtaq yo'qolib. Akbarjon kelmaydi-ku. Birlashtirib, qarib yig'ilishdan asliklashni ilgari surib. Bolalarimiz cho'ngib qoldi. O'ziga shu ishi bor. Qachonli qarsa akamdan ansirab yuradi ekansiz dada. Akam maktabda munavvar o'qituvchi tursa, bu yer bir kichik bola emas. Uning yurish turishi g'ayrak turdi. Qizim, dadamning degani nima to'g'ri. Jamiyat hozir pek murakkab. O'zimizning yashimon berib qoldi. Bo'sha isimlarni qardan 646 ishlagan. Yana sizmi baqib? Yuragim silib, nafsim siqiladi. So'qdan qo'rqatdim. Bo'sha ichimligini ichgandan keyin chiroyim tuzaldi. Nafsim siqilmadi. Bekor bergan ochiq quyruq yo'q bu yerda. Yo'qolib tutib kelish. O'tinib qolay acha, mush birlik etim rahim qiling. Yaxshiligingizni umr bo'yi unutib qolmayman. Qanday xizmatga soatsingiz selib bir chekim bersingiz bo'pti acha. Qanchalik pul ekan bu nimlar? Ikkisining aram 103 qo'y puli bor ekan. Rostlar qanday qishloq qila olamsizlar? Har qanday qishloq qila olamiz. Agar qamlashtiramay soqchilar tutib qolsanglar, o'zinglarning sho'rjima. Chatoq yo'q. Unda bo'lsa, birinchidan qo'g'in sodisini qilib xabarni bersizlar. Ikkinchidan, mau bilayzikni ilinglar. Mush belgini ko'rib, sizlarga haqsiz pul sepmagan palchilarning degini bo'yicha ish qilasizlar. Bu bilayzik qo'linglarda bo'ladi. Esinglarda bo'lsin. Agar palchilardan pul olishni xohlamasa, xizmatlarda bo'layli, qanday xizmatlar bor ekan deb so'raysizlar. Agar pul talab qilsa, pulni berib ketaveringlar. Agar men degan vazifani ko'ngildagidek o'rnida olsanglar, chekadiganlarni haqsiz ta'minlayman, ya'ni mukofotlayman. Oli ko'ngilli qilsang, jiningga izi bo'lish. Xotirjam bo'lsa aka, sizlarga ola ko'ngilli qilishga beshimiz 10 mo. O'zlari uchun jon fidalik bilan xizmat qilamiz. Chuqum shunday qilamiz. Ularga o'kil urib qo'ying, Qunduz. Mencha. Rahmat aka.
Rahmat aka. Xo'sh. Rahmat aka. Xo'jayinning gapi esinglarda bo'lsin. Man qarang, bundan keyin bundaq yalan to'shlarni aklayvermang. Bo'lmasa beshimizga pishtirib olamiz. Siz bizga xaridor qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ldi degashga. Qo'lga keltirgil bo'lganlikdan vaqtlarni xiroyonga o'gatdik. Shundoq deganim rost. Biroq hisobli yalan to'shlarni beqib olsak, beshimizga balo bo'ladi. Otamonga javob bermasak bo'lmaydi. Siz hejab bularni bundaq nozik ishga buyurib qoldingiz-a? Ular bizga qarzdor va ehtiyojli. Agar oliko'nli qilsa, orqasiga yana odam sepib qo'yamiz. Agar askini qilsa, xiroyin chekib o'libdi deb oxiratga uzitib qo'yamiz. Bu uydan yutilib ketsakmikin deyman. Bu uyni bekcha qadam bilib ketdi. Bo'ladi. Atil ko'chimiz. Bu nima? Yo'q. Tamamdan qisqas. Chiqaman ha. Aka, kimni izlaysiz? Zubayda Qunduz ismli qizlarni izlaydi. Ular uyda bormi? Bilmaydi ekanman. Biz bu uyga yangidan ko'chib kelgan. Sizlar qachon kelgan? Bir hafta ichi bo'lib qoldi. Setib oldinglarmi? Ijaraga olgan. Ma'qulamsa. Ben ne buldum? Qandoq inson, qandoq o'qituvchi edi. Hozir qandoq bo'lib qoldim? Men xiroyimni hargiz chekmayman. Kim? Ben Ekber. Oy, Ekber'misan? Qanday ahvoling? Kira. O'ltira. Ekber, bu yergacha qadiming yetib qopti-ku, ha? Ozroq bir ishlan kelgan edim adash. Adash, rost gapni qilsam senda bo'laqma deb anglayman-ku. Ha? Yo'q gapni qilmag'ina. Kim dedi menda bo'laqma deb?
Yok yapma kıma. Oldu. Yopşurma adaş. Kaçandan başlap bu işini gün aldın ha? Muratlı adaş. Boldu yopşurma. Bir çekin belgine. Oldu. Menin enimga tonç etin kepse. Sen bu birey. Ama bu işini qat'iy maxfiy tutsa, ha? Только я знаю, как после меня станет ветра голосить. Bu adaşın çırağıydan faydalanırım bu. Ekber'nin toyunu kılıdığı işini kısa olattı. Oğlunuzdan gep sözü yoktu. Yaktı. Aba ışıknacı. Yerim keçi o işin nereden yürüydüğünde bana vakti. Benim seçilik bu. Havalının kağa işini kömemdi. Şimdi manda kız etişmeysen. Ben teksilerini öldüm ekin derttim ben. Balısı ulan. Kar yokup git tabat Allah'ın. Buldu kırın kındak gipimiz bəhdi deyin. Sətləşməyəcəyim balam. Hey, gep naz kılıp. Yatağın kirip puhlap kal he. Demisim rastko. Ne çay oldu yenimga. Bire koymuşsun. Kuşmaysan ko. Bala digenni. Dep koysulu bulam da. Ne bakakini. Xulun hoşunu anlap qasmı bəksət. Asta kırıp xulağın ha. Mən seni hoş üstü əkir qoyay. Ma. Ya kapa. Ben dadan digadaş gep kılat ben. Bu. Hey, yavaş kulak. Kimsin adı şinken? Adaş digen koşula ve adaş. Mufşindak balanın bak diken kişi. Hey, kirip cimiyeti puhla. Bizden bu aramağını koy. Aramasan ala ve adaş. Ben seni tutuamagan diken. Sen bu bir çağlada acep iş ettin ko ha? Apam bile bizni korktu. Ben neysem mamam diken ha? Mamam diken. Kırıp yaslanmamdı. Mesela tanvoğucilik. Mansla. Balam. Ma. Kırıp aram eli vağın. Onda kalın. Seni. Ehdimi tam ota ha? Oldu kızlar. Kopa balam. Kırıp ulu vağın ha? Gel. Yaxşı ülgü bolanmaptı men. Özümdün ba. Azraq bir çay içib aslan. Özlərini ayısla.
Salomatlik muhim emasmi? Bala tursa, undaq kamchiligi bo'lib turadi. Atdiganda ochiq yutib olmay, choy ichla, nomi yumshoqkan. Qani asla. Ay. Voy kela. Akşam degan gaplarning esingda bordi. Akşam nima dedim? Esimde yo'q. O gaplaringni takrorlab yurmay. Maaşını uyga ekirmaganning ustiga to'yingga atab yiqqan 9 ming so'mni so'rab tugatding. Senmi bir aqligisi? Vallahi aql o'gitsan. İstiqbalingni o'ylasang bo'lmamdi. To'y ishingga batiq sening. Oti bo'lgan gunohmi? Bizga ishing og'irsan jinim bolam. İşki to'y maaşını nima yetadi? Ürümchi tursa bu. Balam, kundagidek haraq ichsang, bu maoshing qanday yetadi sana? Bizni bundaq bizar qilib o'tma. O'qituvchidek yur. Agar yana oldimga mas keladigan bo'lsang, men seni kechirolmayman. Bundan keyin haraq ichmasam bo'ladigan-da. Oldimga haraq ichmay bir kirib baqina. Men bir xushib qolay jinim bolam. Bo'ldi, bundan keyin haraq ichmadim. Birak ko'ngilsizlik kuchirga o'xshamamsiz. Hamma o'tib ketdi. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilma. Yo'lda sal bexastalik qilsangiz, aram turdi. Yo'ldagi mashinalar odam so'qib ketdi. Bo'ldi, beshingni surtib. Yura. İsmingiz nima? Karima. Nima qilasiz? Universitetning yapon tili fakultetida o'qiyman. Ismim Akbar. O'tir maktabda o'qiysiz. Acaba yamankense bu yigitni qanday qo'liq tushirib oldi? Bexastalik qilma Karima, bu misbaxt qushing uchib ketdi. Yigiting bakli chiroyli ekan. Rahmat. Boshqa qizlarga nazar ko'z solmay Karimani tanlab olgan u yigitni malton edi ekan jimi? Ashunda qamlashgan shu yigitning muhabbatiga erishib, bir umr g'urbatchilikda yashasangmi, armini qolmaydi degani. Karima, sen malma, qayanmi mili? Oltaynangmi, cho'chaknangmi? Nima ishda Zufra? Aka, idaradagilar janubga boradi. Shuningga bilet ilishmasang bo'pti. Ma'qul. Avar qilgan bo'ldim. Bu degan qanchalik ishdi? Birdan saqlaylik. Aka, muhim ishing yo'q bo'g'aydi. Yo'q. Keldi. Qancha pul tayyorlab olaylik. Ma'qul. Jura.
Yaşlı gülüm soldu içilmay. Zaman buldu gülde çırayım. Ruhim bolgaç söygüge gaday. Kuncukta hem vurur vicdanım. Ruhim bolgaç söygüge gaday. Kuncukta hem vurur vicdanım. Bilmey yaşap hayat kadrini. Kansız dılda uygatsın nefret. Bilmey yaşap hayat kadrini. Kansız dılda uygatsın nefret. Kaldırmadın hiçbir namışım. Gözlerde yaş kaldırdın nefret. Kaldırmadın hiçbir namışım. Gözlerde yaş kaldırdın nefret. Vay. Ben şu atlısı bilet tağılmadım. Çorak git kıla. Ağlamadım. Makul. Zühre, sen durup dur. Ben berip tamam keke ola ya. Makul. Ecep uzun dikeldin kol. Yakay. Yaxşımsa, qanday ahvol? İşlerin joyida-da. Yomon emas. Menga 3 bilet lazım edi. Qayerga? Qashqarga. Tepagan bo'lsa, 600 so'm. pulini chiqara, tez bo'l. Pulum yo'qdir-da. O'taya qaramamsa. Yo'q shu. O'g'rilarga o'xshamamsa. O'tara qara. Sonkani kim tuta olmasmidi? Kim tutqandim bo'lmasa? O'g'riga nag'risini chep olamti? Bo'ldi. Meshkildamay mangala. Avar qildiqqa. Gece dinlemiş karnı vakti.
Qanday ahvoling? Yaxshimsan? Yaxshimsiz. Bu yaqin do'stim Murodi. Bu mening qiz do'stim Karima. Chiqinglarni tabriklayman. Ko'zing moltunitga jumoq ya. Menja qanday rasga? Yenidan tanishdik. Bo'riroq degan bo'lsam, sizlarni so'rin tuzib o'zimni tabriklayman emasmi? Bugun men qo'sh-qo'shallik ketdi. Birinchidan, sening shunday chiroyli qiz do'sting bo'pti. Ikkinchidan, men bugun qiz do'stim bilan aktishib qoldim. U hozir meni oshxona saqlab turdi. Sanamja tunishib qolsin. Bo'ldi. Men buningga bir nim demayman. Eng yaxshisi Karima o'zi bir nim deydi. Qanday? Kech qolamizmi? Bo'lmasa saturdi. Biraz o'ltiriblar, qaytib kelamiz. Mangayli. Makila balam. Dada, qanday ahvolingiz? Tinchaman keldingmi? Uydagi pul kartochkasini sen oldingmi? Ha, men oldim. Hanim bo'lsan. Bala, bu ya oz bo'lmasa 10 ming qo'ydigina. Dadangning pensiya puli tursa, hech bo'lmaganda bizga deb qo'ysang bo'lmasmidi? Atgandan beri pul kartochkasini izlab uyini qizilib. Men bir og'inamga qarz berib turdim. Qaysi og'inanga? Bo'ldi qila apa, so'ravamgina. Ya pulni yo'qda etmagan tursa. Ko'rib turibsan sen balam. Hozir haqqi ishongil bo'lmaydi. Ishonchlik odamlar Akbar Tunag'in sinibda yiqilib qopdi-ku. Nim bo'pti? Tunagi uni doktorxonaga olib toq, oqchi kishi xumar bo'lib qopdi deydi. O'zi bir yaxshi o'qituvchi edi. Nima deb yomon yo'lga minib qoldi ekan tam. Ko'z tekkandakli bir ish bo'pti-da. Necha vaqtdan beri gumonlanib yuratdim. Gumonim to'g'ri chiqibdi. Yaxshi bir o'qituvchidan ayrilib qopdik-da. Voy, yasnaqqa Ikram. Uyga tinchliqda. Tinchlik. Asiyadamchi yaxshi turadi.
Ko'rishgach, Akbar to'g'riliq paranlashay degan. Akamga bir ish bo'lmagandi? Yo'q, ansirma. Cho'ng ishim yo'q. Sal intizomsizlik qilib atidi. Bo'ldi, men chiqay. Voy, quruqlik qaytamsiz. Choy ichib mansangiz bo'ladi. Sodiq akamlar kelganda yana kelaman. Ma'qulamsiz. Ma'qulamsiz. Xo'sh. Aka, to'xtag'ina. Sendan bir gapni so'ramoqchi edim. Nima ish? Demamsan? Maktab mudiri seni izlab kelibdi ekan. Nima ishga? Sen to'g'riliq gap qilib qolding. Mush ishmetdi. Boshqa maktablarda taklif bilan dars o'tib, qo'shimcha tabobat qilmamga chidamay qopdi-da, u nimlar. Shundaqmi? Bek yaxshi qilibsan, aka. Qaysi maktabda dars o'tyapsan? Yenik sanoat maktabida soatiga 25 so'mdan haftada 8 soat dars o'tyapman. Maktabda aran 6-7 soat dars bor. Hatto ba'zi haftalarda darsmi yo'q. Shunga darsdan sirt ozroq qo'shimcha ishildim sanlar. Bu qilganingga bek yaxshi ish bo'pti, aka. Lekin maktabning qay tizimlariga chaqchaq qilmagin. Keyin pushaymon qilib qolmagin yana. To'yim uchun bo'lsa ozroq iqtisod yig'ay dedim sanlar. Insabanga rahmat, aka. Maktab mudiri uyga aslan kelmaydi. Maktab mudiri mendan bir ishni yushirgandek qiladi. Dadamlarni pek so'rab qoldi. Bizdan bir ishni yushirib yurmagansan? Yurishtirishingmi burunga o'xshamaydigan bo'lib qoldi, aka. Bo'ldi. Bir japoda tutgan uyimning ko'dilamu hech narsa qolmabdi, aniqlandi. Qandaqmi qilaman? Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Qani, o'ltiring. Aka. Bir ishdan kelganmidingiz? Mening bolam Xirayonga uginib qopti. O'tinib qolaydi. Biz davolatib tashlatqizib olsak. Ko'ngillarni buzmishlar, aka. Zar chekib, zarga uginib qolgan yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, ularga zar tashlatqizish bizning burchimiz. Biz bu ishlarni yaxshi ishlaymiz. Seni avval bu jadvalni to'shqaslar. Ondan o'g'illarini tepib, zar tashlatqizish o'rniga olamiz. Obdan. Bu yerga ismini yozsizlar. Vay, Akbar bormi? Akbar uyda yo'q. Akbarjonning tamak tashilishi o'rnidan chiqqaniga xeyli bo'lib qoldi. Hozirgacha bekor yuradi. Uni yana hech nejis chekimlikni tepib olarmikin deb bekla ansirayotiman dadisi. Men shu ishning g'amida. Hozir quruq gap quloq xo'sh yoqmaydigan xotin. Qayerga borsam o'ylash boqayli, keyin xabarni berayli deyshidi. O'g'lingiz nemish qilgan, nemish qila oladi deb so'raydi ekan. Buningga joyida javob bermak tasga. Qizimiz Zuhramo cho'mib qoldi. Uning turmush ishi bor-da. Qizimizning qallisida nima bor? O qizimni Akbarjon o'xshash bolalarga uchrab qolishi meni. O kasirlik chiqmay meni saqlab tursin. Aka! Mana. Vay, men Akbar. Mana ishining karimi. Endi uni hergiz og'zimga olmayman. Men sizga ishonaman. Siz cho'qin qaytadan chiqish yo'lingizni topa olasiz. Delamo, men xizmatimdan ayrilib qoldim. Agar sizdan ayrilib qoladigan bo'lsa, bu menga ig'ir keladi.
Başqa narsa kerak emas. Menga siz bo'lsangiz bo'ladi. O'zing bilsan adash. Bu narsaning bahsi oltindimi qimmat bo'lib qoldi. Ba'zida texi patmon pulin olsin topolmaysan. Bu ovqatning qiyinligini o'zingmi bilsan-ku. Xijil qilma. Og'ini degan og'ina, so'da degan so'da bo'ladi. Puling bo'lsa ba, bo'lmasa mayli. Bo'lmasa bir botolka aroq beray. Shuni chilashqidek ichib xumaringni bas. Aras, sen tamagini tashlatgan tungu. Yeni chik oldingmi? Sening xabaring yo'q adash. Amala saqlash xodimmi bo'ldim. Lekin ular mening burun tamak chekinimni bilib qolgan o'xshaydi. Meni beka ishdan bo'shatibdi. Uydagilarmi meni sen cho'qim bir ish terib qo'yding. Bo'lmasa ular seni beka ishdan bo'shatibdi deb turib oldi. Kerima ishonmagachga choy ochmay yuriydi. Mening qilgan bilan boshqalar mening tamak tashlag'animga ishonmaydi ekan. Shunlashqa ochig'imda sening mushundaqda turib oldiganligini bilgachga oldingi kun haroqni o'ligidek ichib xumani bosdim. Lekin damalliqqa azobdan xoli bo'la olsam-ku, aytsa butun bir kun badning ishqi yaramay qoladi ekansan. Mehligingdan yeshilsa, yana shu xumar qiynaydi ekan adash. Men sizga shundoq ishonsam, siz yana nima qilib yurisiz? Uydagilar mushundaq desa, siz menga mushundaq gap qilamsiz? Lekin ishlar shundoq desa, mendan nima mal? Kerima, siz bo'lsangiz meni tushunsangiz-chi. Qo'ysana. Xotirjam bo'ling. Men direktor bilan hayt yaqin. Akingizga bir kishilik xizmat deb beray. Bu qanchalik ishdi? Shundoq qilsangiz juda xush bo'lardi. Uyimiz xonavayron bo'lib ketdi. Akam o'ngishlaydi qoldi. Bo'ldi qiling, ancha kech bo'lib ketdi mangayli. Qaytaylik. Voy, qanday qilmoqlar? Ag'ina qanday qilmoqlar? Yaxshimisiz? Qolib ketdingmi? Kelar birdan o'tiraylik. O'tiraylik. Kelinglar. Qani, kelinglar. O'tiray. Mamamda. Bo'pti, siz do'stlaringizla o'tirmang, men Sizni yolg'iz yo'lga qo'ysam qanday bo'ladi? Sizni o'zim o'tirib qo'yaman. Shunday o'tiring. Nima tamoq yeysizlar? Tamoqlarni buyurib yetyapti, men mangay. Ko'rishmagili uzun o'tdi. Nima oldiraysan? To'g'ri. Oldirma. Birdan o'tamamda, ha? Nimancha oldiraysan ag'ina, ha? Qarg'anibek oldirash o'xshamamsan. Mehmonlar nima yeyishil ekan? Tevadan 5 botolka, kabobdan 5. Ma'qul, hozirla. Bizni qizlarni chaqirib. Nimada oldirash o'tib ketgizsan bu ag'ini qara. Sizlar o'taqashtiringlar. Voy, nimaga oldiraysiz? Birdan bir o'ltamamda. Shundaq. Bizni yomon bolalar emas. Sizlar xili maltoni ekanjimi ag'ina? Qani, aladish. Oldirash o'xshamamsan. Mush bir sulanma yoki boshqasi bormi ag'ina? Bo'ldi, chaqchaqimi qara adash. Hey. O'tgan kisi
Bunga o'xshamaydi. Bu qizdan boshqasini boshlab ketsan-da, g'in. Ha? Yo'q lan gap qilma. Yamanchi bag'ish. Do'stim ranjib qoldingmi? Hey, Sefa, xafa qoldingizmi? Qandaq bolalar o'qalam qasizaverigan tazim tarbiya ko'mgan bir nimalarkan. Xafa bo'lma Sefa. Alloh tinchlik qopdi. Bu musuga hamsi oliy maktabni bitirganlar. Voy tangay ular ish o'qigandek emas, nari o'qidi ekan. Qara, maslak shikatga. Qarasni beshinglar ichib yurgisi ko'shkanlar bilan jursanglar bo'lmamdi. Xafa bo'lma Sefa. Bundan keyin qarashmayman. Birdan tuturma. Hey, Sefa. Tushib ketgan judimni o'rlatmay o'zim Kechirim. ketaman. Hayotim qisqa ketib shu. Qo'rqmayman, bo'ldi. Ha? Kim? Lan Akbar. Ha. Bir ish bo'ldimi? Bolalar molni yalla saqlab topqizib qo'yibdi. Nima? Hey. Moshina ular necha qitim bo'ldi? Shunchalik ishni qamlashtirolmay. Yarmas. Sening odamlaringning qo'lidan hech nima kelmaydi ekan. Hozirgi tartqizib qo'ygan tamakining pulini to'laysan. Men sana bir oy muhlat berman. Ziyonni qanday bo'lsin to'la. Bo'lmasa meni 100 xotir qilmadi deb menda ranjib qolma. Sen yanala qo'g'in so'tisini qilib baqsang bo'ldi. Qani. Kiringlar. Qani. Marhamat. Qani.
O'tiringlar. Qani hozir o'tiring, ha? Men choy damlab chiqay. Murodning qiz do'stining kelgan vaqti bo'lib qoldi. Men sirtga chiqib, ozroq bir narsa kerak. Murode, qiz do'stingning kelgan vaqti bo'lib qoldi yaxshi. Men sirtga chiqib, ozroq bir narsa kerak. Ma'qul. Hozir kiraman. Tezroq bo'la. Ma'qul. Qani hozir o'tiring. Uylarimiz chiroyli bezobsiz. Ancha emas. Tijoratimizdan foydasidan, ha? Hozir o'tiring, ha? Qani, choy demanglar. Dadam ikkinchi qatim Amerikadan kelgan chog'ida mening bo'yimning rostini o'sganligini ko'rdi. O'z petlashni ilgari surib, bo'y o'stiradigan dora, Lili kapsuli. Men sizga plastik qo'yib beray. Dosyadan yangi takagan plastik. Qarang. Menga yaxshi. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.
Ha, çatak yok. Ha. Ha, buludu. Ha, Kerime Hüseyin. Her gün özgece. Seni vurmay koymayın. Hoş ya. Mankara, ben sizge işinime. Ama bugünkü işten qattiq çatak çıkmışsın. Siz xotirjam bo'ling. Agar ishlar ko'ngildagidek bo'lib qolsa, men sizni cho'qib obdan rozi qilaman. Cho'qib siz deganingiz bo'ladi. Ola keldimi nima? Andiladan keldim o'g'ay. ishni aytay. Bering, ishni aytay. Bey, men bek aldirash, mehmon keldi. Ha? Qanday qahvalar? Yaxshi, biroz kech qoldik. Qani, marhamat. Qani, o'tiring. Kerime dersini tushib qolmay, biroz kech qoldik. Bo'lmaysa adash, ha? Hech yo'q. Rayon qiz, mehmonlarga. Mana. Bo'ldi. Tez chiqib ketma. O'zimizning uy bilan o'xshash, ha? Shunday bo'lsa-mi, birdan o'ltirimizda. Tamakni yelik, ha? Men o birtal cheksam bo'pti ekan. Rahmat. Qani, cheka. Men aroq ichamayman. Yo'q, ichamayman. Voy. Bo'ldi. Biroz ichib qo'ying. Choy ichib o'ldirsin. Bo'pti-misa. Amizlarni soltiringlar. Ma'qul. Men sizga choy qo'yaman. Unda qolsa, do'stligimizni texmo cho'nqur bo'lish uchun, kelgusida cho'ng ishlarni vujudga chiqarishimiz uchun hammalarni bir romkadan so'qishtiratmaymizmi? Qani. Qani ketiraylar. Qani. Qarog'imning ta'mi sal g'alitimi nima? G'alit tetiga qaraq-ku bu, ha? Shundoq. O'zim g'alit odam bo'lgandek. Iqtisodida xili ko'p deyilib oldi, ha? Qanday? Uncha emas adosh. Buning hammasi sizning taqdam emasmi? Yo'q, uncha olam emas. Men ko'rib chiqaman. To'g'ri. Qo'rim qo'rsin. O'ttara qo'rim, ha? Endi atayin kelgandan keyin kamkushada azal mo'nch bo'ltamamdi. Uzunobda o'rtamig'ili. Uning ustiga men zerikib qolgandim-da, ha? Qani. Shunda qilaylik. Ma'qul. Qani, bir romkidan amsa. Qani, ko'taraylik. Amsa qiz do'stingiz zo'rmidimi? Bo'ldi, og'ina, bu ishni so'ng, ha? Bo'pti amsa. Qani ko'taraylik. Haraqning xili kichik ekan, ha? Bu haraqni o'tgan qatim Avstraliyaga borganda og'ish kelgan. Ammo qimmatgan degida. Nech pul ketmasa? $30 qoldim. $30 qancha pul bilamsan? Tijorat qilgan odam bo'lgandan qurgansa? Biz bu kunlarning birida Karima bilan to'y qilgan chig'imizda to'yimizga yo'q. Qani, Karima qiz, elam. Samo rahmat adosh. Og'inaning mijasi shunda. Shunda qilib Karima qiz o'qishingizga teqib. Unda bo'lsa, o'qishingiz bitgan chaqda men haytib o'taman. Mening har qaysi idora jamiyatlarda ishlaydigan og'aylarim bor. Asosiy qatlamda ishlaydigan do'stlarim bor. Bu qanchalik ishding, ha? Men haytib bo'ladi. Ularni bir ashira mehmon qilib, qog'ozini to'g'rilaymiz, ha?
yana bir romkada ichaylik qandaq, ha? Og'ayna, bo'ldi qilsa qilarmikin? Hech qisi yo'q. Karimaning topshirig'i bor. Topshiriqni Bo'ldi qo'y. qo'yla endi. Omo muhim deyman. Ma'qul amsa. Ozroq istak ichaylik. Ondaq bo'lsa, aroqni ichishdi. Yenini ichishimizda, ha? Qanday dedi? Yomon jumolsan, ha? Xapoma Karima, do'stimning yuzidan ozroq ichib soldi. Sizlar paralchib o'tib turinglar. Men sizlarga Pokistondan elib kelgan choydan damlab kiray. Unda qilmasam bo'ladi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. O'tganda kelgan chog'da men senga damlab kirgan-ku. Ammo Karima ham tez baqsin, ha? Rahmat senga og'ayni. Rahmat. Rahmat. Ma'qul bo'lsa. Unutib qopdim. Karima, o'zingizmi ko'rib turibsiz. Do'stimning ko'ngli bak yaxshi. U keyingi ishlarimizda chuqur asqatadi. Qani ko'ramiz. Karima, oldi bilan sizning o'qishingiz bitsin. Keyinchi bir gap bo'lar. Keyin men vafosizlik qilib yurmaysiz. Bo'lmasa men sizni hargiz kechirmayman, jimo. Chaylar suv qopdi. Almashtirib ya. Bo'ldi. Hech bo'ladi. Yo'q. Bo'ldi. Choy quyib beray. Bo'ldi. Tatmay o'ltiring. Qo'rqib qoldingizmi? Voy yo'q. Qiziq choy ichinglar. Rahmat senga. Rahmat. Arzimaydi. Qani. Choylardan ichgash, ha. Arqimizmi tugab qolay debdi, ha? Og'ayna, Karimaning ishrida bizni yaqin qilasan. Chataq yo'q. Unchalik ishlarni. Bizmi aroq ichgash. Karima, qani choy iching, ha? Choy iching. Ortiqcha aroq zo'limi deb. Choy bo'lsa ichgash o'tiring, ha? Bo'ldi, ichaveraylik, ha? Tatinmay, ha? Ichavering. Choyning ta'mi qanaqroq? Yaxshi. Chatalning choyidan, ha? Keyinchi bizga muakkad berasan, ha? Chataq yo'q bo'ladi. Buningda xotirjam bo'l. Shundoq qilib, adash. Karimaning ishqida meni unutib qolma, juma. Masa ko'nglimga keladi. Bo'ldi, qil, xotirjam bo'l. Biz ikkimiz chuqur seni izlaymiz, shundoq qil, Karima. Xotirjam bo'l, ha? Shundoq qilib, Karima qiz nima kasbda o'qiydi? U universitetning yapon tili kasbida o'qiydi. O'qish bitirgandan keyin bir yaxshiroq yerda ishlatgan deyman. Lekin hozir o'zing bilsan, adash, o'qish bitirgandan keyin xizmat qilish tez. Bo'ldi. Men qara. Uni xizmat ishini mana o'zim bir qo'lliq to'g'rilayotimi deyman, ha? Qandaq? Endi adash, seni ko'rib ko'nglim ichilib qoldi. Xo'shal-xo'ram o'ltirsak, senmi choyning ta'min tetib baqsang deydi. Qandaq, ha? Tetib baqa? Film o'jiq chiqib ketdim adash. Ish baqa. Men bir ko'rib baqay, ha? Ish. Qani, Karima qiz sizmi? Chaying bo'ladi ekan, adash. Rahmat. Endi biz qaysi qilamikin? Bo'ladi. O'zim opirib qo'yma. Nima qildiraysan? Qani, Karima qiz, tatinmang, ha? Choylarni jexlab qo'yay, ya. Jexlab ichinglar. Choyning ta'mi sal g'alitroq turamdimi? Biroz shunaqroq, lekin keyin odamni xushkayf qiladi. Yaxshi choy bu, yaxshi. Qani, ich. Choylarni so'qish kirib qo'y, qani, elinga. Qani.
man qaradaş. Şuna kadar. Ne sanırsa? Oy. Ekber ne basa? Oy, Ekber. Karime kız.哟，这么一个军娃娃，哦，有没有起了？还有几个呀？还有起。还有起。嗯。Bey, ben Ekber. Ertigen qarasam, hech qaysima yo'q. Karima yo'q. Karima o ne ketdi? Ertigen meşe kapırıp koydu. Asılcan. Sen hazır nede? Ma'qul, hazır baray. Xo'sh. Telefonu bilgi olmaydığa zaten yemişti yok. Oğullarım çapak çıkmagandı. Ben fakat hatırcan bulamayvaktım. Ağabeyni, mağarası yapmayıptı. Oğullar zaten Allah bir taraf kılıp attılar. Sana hiç işlemegen diken, onu soratmamış kızım. Onda qilmay, bana dəfəgi. Azraq olsun bilib qalay. Ulanın həmmisi saxdı. Onların cihazı zaman buzğanlarının beşi olma. O kızlar fakat bir işik akşamlık hemra xalas. Əməsi ola, neymiş ərz qılışmaydı, hə? Nemdeb ərz qıldı? Xalq bana basqınçılık qıldı daqma? Ola degan qız bal tursa, mümkün emas. Olağı öç ilişdi mi bəkrək? Yüz abroy mühim. Lekin ular hamon bir kuni bizden öç ilishi mumkin. Sen aldab kelgan qizlarning hammasidagidek o'quvchilar tursa, onun ustiga sen ulağı ismi, salayıtın, xizmat onun qatarlıqlarını yalğan etqab tursan, yani kelib qo'g'illarni pelakdan uzdan chaqdik chiroyingmi bir-biriga o'xshamaydigan tursa, sen mo qo'narsi juma. Hey, gapning yuziga kelaylik. Bu qadam ishkirdan mala chiqili, sendan boshqa isheshlik odam yo'q. O'zdan kirmasang bo'lmaydi. Qachon yo'lga chiqaman? Atining oyoqdan bitinab qo'ydim. Ati yo'lga chiqdi. Sen tam yo'qda. Mayli. Muş iş uchunmi o'lmamoqchi bo'ldingizmi? Bu xo'rliqda qanchadidim aytcha. Bu bunisiga rost singlim. Biroq bu ish uchun o'lib sal ahmoqlik. Singlim. Garchi bu xo'rliq uchun o'lib vijdon azobidan bo'lsa-mu, shunga bu ishlarni unutib keting. O'qishingiz bitgandan keyin qadingizni ruslab igilik tishlar. Pul bo'lsa ishlarni qilib olmaydi. Haq eski chapaning o'rnida bizni xorlab turib vijdon azobi qatmagan yerda biz haq vijdon azobi tatib o'lib ishimiz kerakmidi? Men doktorxonadan chiqish rasmiyatini bajarib kiray. Qolgan gaplarni keyin deyishamiz. Savaqdoshlar sizni qatnash hodisasiga uchrabdi dedi. Shunga sizni alohida yo'qlab kelishimiz. Rahmat muallim. Hozir xeyli yaxshi bo'lib qolgan sen adash. Saqchilar senda bergan nomerga asosan mashinani izlab yetibdi.
Bu saboqdoshlarning azroq ko'ngli. Rahmat. Ma'qul. Siz yaxshiroq aramaylik. Tushdan keyin darsim bor edi. Biz maqashtiraylik. Biz yana kelmas odamlarga ko'p rahmat. Rahmat. Xo'sh. Yaxshi aramag'in. Bey, tursunma. Ben Miradilanish. Sen hazır qayerda? Ben Şangay'da. Demişti. Anlasam, Ekber tutulup qaptı. Ben bir mezgil sen tarafta özüm daldı qalaymikin deyman. Boludu. Lekin iz qoldirmaydi. Onu da xatirjam ol. Ma'qul emsa. Xo'sh. Bu mening adresim bilan telefon nomerim. Agar biror yordamga muhtoj bo'lsangiz, menga telefon qilib izlasangiz bo'ladi. Sizga foydam tegdiki, hargiz yenim tegmaydi. Ma'qul, cho'qim istab boraman. Xo'sh. Ana xo'jamiz. Qo'sha. So'zor. Bu atimizdan tez vacıma. Shunda. Qani og'a o'tirdi. To'chibda qilgan javob bu. Karima, bu yoqqa keling. Nimish xo'jayin, 6-chi ayrimxona kirib, u yerga mehmonlar hamroh bo'lishib bering. Bu ishni boshqa qilib ketgan xo'jayin. Biroq mehmonlar sizni talab qilib turib olsa, menga amal yo'q-da. Men shunga sizni kirib o'ltirib hamroh bo'lishib bering dedim. Siz mehmonlarning endi o'ltag'ash, tamoqni ko'proq buyurtib, qo'rmalarni ko'proq buyurtib, ular harxini ko'proq ishkizing. Shundaq tapovutimizmi yaxshi bo'ladi emasmi? Yaxshi ishlasangiz, oyning oxirida mukofot beraman. Tezroq bo'ling, ha? Keyiningizni yangi ishlab, 6-chi qamoq chaqan kiring. Keling. Ne gider kız gider. İlahi. Tatlı. Kornlarda ilahi. Kale ilahi. Tatlı mı değil mi? İlahi. Kale. Bak değil. Özüm öpeyim. Yo'q, e'lon deyman, tortmang. Men sizga bir cho'ksib qo'yay. Bo'ldi, o'zim öpeyim. Iching deyman. Bu mening ko'nglim. O'zim öpeyim. Bo'ldi. Iching. Bo'ldi, o'zim öpeyim. Yo'q. Bu mening ko'nglim. Iching deyman. Bo'ldi. Bu mening ko'nglim. Iching.
Endi maningdan maningdan birimga o'ynab qo'ysiz. Yo'q, men ichmayman. Birni. Man ilaman. Men ichmayman. Birini deyman. Yo'q. Mush birni la. Qani singlim. Satlashma. Singilchaq. Mush birni la. Birni. Rost ichmayman. Undoq deyman. Qani, xo'ja. Man qarang singlim. Meni yatko'mang. Meni yatko'sangiz hargiz bo'lmaydi. Mening yuzimni qilib, mush birni ichyorsangiz, men sizlar vaqo rozi qilaman. Iching. Singlim. Ichmayman. Qani xo'ja. Birni ichyo'tman, hech kim bo'lmaydi. Iching. Satlashma. Qo'yibsana. Satlashmadim. Jim o'tirma. O'tinib qolay. Men o'tinib qolay. Mendan hargiz xafaman. Men nima desangiz shuni qilib beray. Pul desangiz vaqo. Mana pul degan. Mana oldingizda turibdi. Mana appa singlim. Qanday qilaman desangiz? O'zini bilmaydigan pastkash o'g'ri. Bundoq pullarni xanacha gapirib beygin. Hey! Sen bu yerning paslashadigan o'rin ekanligini bilmabdi, ha? Hey! Xo'jayin! Qanday g'arz qilmaydigan narsa bu, Xapamasla. Men xapamayman. Bu yerda bekor o'ltag'inimga deyman. Yunib ketamidi? Yangidan kelgan. Yunib ketamidi? O'qimaydigan narsani mening yenimga akirib qo'yib. Mushundaq to'ng'orlar vaqtini isrof qildim desa. Baltaroq bilgan bo'lsam, sizni akirib yenimda gildek o'ltirizmabdimi? Tuzuk gap qilsa. Nimada qilala? Bir odam ayollar turib, kashfish tala qarab yurar ekanlar. Tayniq yapma qilmaga. Tavakkam tusashir olay. Pek o'yin ko'p ketdilar jumoasili. Agar meni deslar, boshqa bir kuni o'ltirib keslar. Bo'ldi qislar. Boshqa bir kuni. Keling, o'ltiring. Ajab bir betingiz yo'q qizib olgansiz. Qachonli qarsa restoranga mehmonlarni xafa qilib juramsiz. Men sizga deb qo'yay, mehmonlar kundan-kun ko'paysa bo'ladi ekan, hargiz ozishqa bo'lmaydi juma. Hozir bu shaharda ishning beshiga ursa, restoran tursa. Xo'jayin, men mehmonlar hamroh bo'lmay, boshqa ishlarni qilsam bo'lmamdi. Karima, mehmonlarning hammasi sizni talab qilib tursa, menga amal yo'q-da. Hozirgi erlarning hammasi hojatxonadagi shevingga o'xshaydi. Ular ozroq ichib qizib olsa, hamma yerga qo'nib boqisi keladi. Biz erlarning mush ojizligidan foydalanib ko'proq pul undirib olamiz emasmi? Bering, ishingizni qiling. Bering.
Xo'jayi, bu yoqqa keling. Qachonla qarisi mehmonlarni ranjitib ekansiz. Unda qadam bu yerga kirmayman desangiz bo'lmamdi. Mehmonlarni bir aplab-saplab go'llashni bilmamsiz? Sizga bir ish qilmaydigan qiz olamisangiz? Men bu yerda ishlamayman. Ishlamayman. Karima? Karima? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Sizdan so'raydigan ba'zi savollar bor edi. Ajab vaqtida kelibsiz. Karima, bu yoq Yapondagi yaqin do'stimning inisi Mobito apandim. Yetloqin korxonachi. yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu qiz yaponchani qanday so'zlaydi-ki? Xeli yaxshi o'rgangandek qiladi. Bu qiz sizga tarjimon bo'lib Bo'ladi. Karima singlim. Mobito apandim Urumchida ma'lum vaqt turmoqchi. Asosligi sayat o'rinlarini va savdo bozorlarini aylandi. Siz Mobito apandimga tarjimon bo'lib bersangiz qanday? Bo'ladi muallim. Maktabdagi ishlardan siz xotirjam bo'ling. O'zim ruxsat etib berman. Men bu apandiga tarjimon bo'lishni pek xohlayman, lekin yaxshi qilolmasmanmikin deb ansirayapman. Menga tarjimon bo'lishni xohlaganingizdan bek xursandman. Men bu yerning sharoitini bilmayman. Karima xonim, menga yordam qilasiz. Shunga kundalik xarajat pulni siz boshqaring. Yetmasa, tatilmay daver. Bu bugun xarjlaydigan pulimiz. Sizningcha yetamdi. Oy, bu pul bekli ko'p qo'yapandim. Bizning bu yerda hamma narsa arzon. Yetmay qolmasli bo'ldi, xarjlayver. Bo'pti, ish qag'in qila. Akangizdan mo chiqadigan vaqti bo'lib qoldi-ku dedi. Mushaq chiqdi. Men bilib borayman. Bo'ldi, o'zim boray. Ishkimiz bo'lsa uning deb qoladi. Nima deb bo'lmoqda? Keyin fursat bo'lib qoladi. Ras, dadingiz bilan apangiz qachon keladi? Akam chiqqandan keyin kelarmikin. Aka! Aka! Aka!
Oldu şıklama. Aka öyküp gidelim. Otur. Aka, mendin rencimigin. Yolda maşin toslub kalıp vaxtıda baramıdım. Bassam, seni ketdi dedi. Keynandırla yetip gelişim. Dadam apamladın, xabar barmı? Olam yaxşı aka. Qagan gepni keyin deyişeyle. Qasıgımı içip qağandı. Nemeygen ba, men sana hazırlayıp berey. Oxuştu birləğmə ətkine. Öy tamığını sığınıp ketdim. Maqıl, sen aval yuyunup kiyimlerini almıştırıp ağın. Onğıç tamıqın tayar buludu. Tamam, oxşap dursanlar. Rahmet. Aka çay içe. Men işqi berip geley. Qaçqıçılarını kep çıgıştırman. Sen televizor kegeş aramip durgın. Maqul. Men hazırlık kelmen. Men ketdim aka. Berivegin. Maqul xoş. Siz bir yerde işkim tanımısınız, qandaq yerden bereleysiz? Xal muallimiga tapılap qo'yman da. O hergiz ümidimni yerda qo'ymaydi. Biroq xizmat taqsimotiga kelganda xal muallim arib turolmaydi. Chunki xal muallim faqat yuqori maosh bilan taklif qilingan o'qituvchi. Acaba xal muallim sizning yaxshi o'qig'iningizni isbot berishga yaramasmi? Uningga yaraydi. Biroq yo'lmamasam har qancha yaxshi o'qig'inim bilanmi beka? Qandaq yo'l mangdi? Pari berdi g'ashmi? Buni pari berishda ketganim bo'lmaydi. Bundaq yo'lni sizga o'xshash korxonachilar ko'p mangizlar. Tushundim. Bu ishning yo'li munosabatli o'rinlarga ozroq pul xajlash ekan shu. Xotirjam bo'lib yarimi. Sizga yo'lmengiz ketgidek pul berman. Yaxshi ko'nglingiz rahmat. Bu borda men Yaponiyaga chiqish pasportini bejarib bersam, chiqib ketishni xohlamsiz? Yaponiyani ko'rishni xohlayman. Ammo u yerda bir umr yashashni xohlamayman. Yaponiya degan butkul dunyo taraqqiyotining ko'zligiga tursa, nima ish xohlamaysiz? Chunki men tug'ilib o'sgan bu suyumli makonimni yaxshi ko'raman. Boshqa davlatlar qanchalik taraqqiy qilgan bo'lsin, baribir u sizning vataningiz bo'lolmaydi. Bu so'zingizdan to'liq mamnunman Karim. Chunki siz vataningizda qizg'in so'ydi ekansiz. Men shunda qarayman. Har qanday davlat o'z so'ygichilari va himoyachilari bilan qudratli bo'lib tura oladi. Ham gullund. Aka, Erdoğan çıkıp kaptı mı? Kile, o'ltirasizlar. Dadam, apamla salomat turayotgandi. Sen türmeye kirib ketgandan keyin dadam apamla yurtqa shu ketgancha qaytib kelmadi. Haras, bugun ulardan xat kelibdi. Ular xatini so'rabdi. Ular yozdi qaytib kelgidek. Ular qaytib kelgidek aka. Ular xatida meni og'zimga ep qo'ymagandi haqiqatan. Yürek parasını sığınmaydigan atanlan barmı aka? Ular öz vaqtida senden renjigen. Lekin o renjishlar vaqtliq. Chunki sen bir o'g'ilda. Shun ular seni har bir pochxetida so'rab turdi aka.
Royongni tushirma aka. Sen texi amdil 30 yoshga kirding. Kelgusida neni ishlarni qilasan texi? Meni tushunganiga rahmat san. Men o'rnimdan dast turib, jamiyat ham ota-onam oldidagi gunohimni suyman. Aka, men sana ishonaman. Aras, o'tganda deyishib qo'ygan xizmat ishini o'qishib baqdingmi? O'qishdim, oz qoldi. Ungacha sen uyda aram etib turgin. Bo'lamdi. Rostni aytsam, dadam opamni bak sevindi. Lekin shoq bir yerda xizmat tepib ishlab, amaliy harakatim orqali zahar chekishning uzluksiz qo'l uzganligini ota-onamga bildirmoqchiman. O kunlar uzun qolmadi aka. Aras, o'ydiklarning xetni og'ini ko'rib boqay. Ishxonamda qatdi. Ahta xosh keling. Dadam opamlar xetida rasman salom yo'llabdimi? Nimanda ishonmaydigan sen aka. Ular har bir parcha xetida sening ahvolingni so'rab turdi. Chaqchaq qilmayotman Zuhra. Men bu yashimgacha birsini sizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rib boqmagan. Agar siz meni tashlab etadigan bo'lsangiz, hol gap emas. Cho'qim uylab olaman. Bunda qilma. Agar shunday qilsangiz, sizni men bosh qo'yib etmayman. Qizlar uchun suyishtimni söylesh muhim. Agar u xiroyin chekmaydigan bo'lsa, bo'ldi. Uning muhabbatini xorlamay. Agar u xirdi bo'lsa, men baribir o'limchib turamayman. Balkim ancha uzun qolmay janobning yiroq sahrolarga ketishi mumkin. Agar shunday bo'lib qolsa, siz qanday qilasiz? Qani, takliflar? Yeli o janobning yiroq sahrolarga, cho'l jaziraga ketsangiz maqbulda boramiz. Cho'l jazirada nima ish qilsiz, Sara? Ha, deyman endi. Turmush ishini o'ylashdingmi sen? Sen tursang menga nima qo'yibdi? Bundaq desang bo'lmaydi. Hozir ikkimizning xizmat o'rni, turmush sharoiti o'xshamaydi. Aytqina, o'ylashdingmi yo'q? Bo'ldi qig'ina, natiki gaplarni qildi ekansan. Aka, men kelib yordamlasha? Ha? Nima ish qilmayman? Misha turpasangni hisob qil. Ma'qul. Ota-onam bu yerda yo'q sana. Hozir men ularning o'rinda. Har qanday gapim bo'lsa, tatmay davagin. Sen maslahat bera olaman. Men qilishni o'zimni bilmayapman. Uydagilar bu yerga yenib keldi. Lekin mening sahroq bog'im yo'q. Borsammi, kun emasligim mumkin. Biroq bir sizlar olishyapsan. Ne deshaydi ekan? Bir shirkatda buxgalterlik qildi ekan. Ismi nima ekan? Erpan. Uni yoqtirdingmi? Mushkullarda yaxshi qizlarni ham yaxshi yigitlarni uchirtish baktas bo'lib ketdi. Agar sen rastli yurt tarafga ketib qolsang, sen o'qigan odam baxtning ham baxtsizlikning nimaligini obdan bilasan. Oh, choy qaynab ketibdi. O chetalik bilan ko'ngillik aylandingmi? Nemisini deysan adash, bu men uchun yapon tilini pishqilashning yaxshi fursati bo'ldi. Agar ish atlashib qolsa, Yaponiyaga chiqib ketsang bo'ladi-ku. Mening hozir hech qanday xiyolim yo'q. Amisman yordam qila, mening shundoq chiqqim bor. Qani men Mobta apani bilan deyishib boqay. Lekin bu yerdikisini qanday qilsin? Vaqt kelgandir gap bo'lmamdi. Takror vaqt to'shdi. Jirasini chiqaylik. Kech qolding qo'sanglar.
bir do'stimning tug'ilgan kuniga borgan edim. Bundan keyin har qancha zarur ish bo'lsa-mu, uyga bir kelib, men xabar qilib qo'yib ondan mangan. Ma'qul. Bundan keyin diqqat qilay. Odatda Urumchini boshqa yerga o'tkilish oson bo'ladigan. Hajab son kelganda ta'sib ketdi o'tang. Shuni deyman. Dadam texnik men bir muvofiq xizmat topolmay o'tibdi. Aka, bek kech bo'lib ketdi, uxlaylik. Ertadan boshlab men bir oshxona ishlaydigan bo'ldim. Nima? Sen oshxonaning ishlariga chiday olasanmi? Qarab turgan. Men sizlarni kutgan yeringlardan chiqaman. Bo'ldi, sen uxlayversanlar. Men birdan televizor ko'rib, ondan uxlayman. Ha, ma'qul. Qanday o'qituvchi edim. Men zodi nima bo'lgan inson. Men endi hargiz tomorqa chekmayman. Bundan keyin hargiz tomorqa chekmayman. Men endi yaxshi odam bo'laman. Bundan keyin bundoq yo'lga hargiz qadam bosmayman. Meni kechirgin. Apa, dada, meni kechiringlar. Men sizlarga yuklanmayman. Men sizlarning oldinglarda ko'p qarzdor. Meni kechiringlar. Men o'zimning qilgan gunohlarimga o'zim pushaymon qilaman. Meni kechiringlar. Apa, dada, men sizlarga yuklanmayman. Men o'zimni mushundoq inson bo'lib qolganimga qattiq echinaman. Meni kechiringlar. Kechiringlar. To'xtabdi. Bu jahon uzun jahon. Shunchalik oson qutulishni o'ylab ketdingmi? Unchalik oson ish yo'q, sana deb qo'yay. Sen iflosni erkaklik va o'g'il bolnikida adlashib ketgan. Sen mi o'g'il bo'lmadingmi? Bundoq yashag'chi o'lsa bo'lmamdi. Bu nomussiz iflos senda. Meni tutib bergicha, ocham tutib bersangchi. Tövgün texi, sağlanımı bu hayvanlar tutup versen bu sanmaz. Hey! Tağamdek adam sırıp muşundaq geplan qilishqa yüzünüz qandaq chididi efendim? Yaxshi ko'rib qilish gunoh emas, Karima xonim. Onun ustiga yaxshi ko'rishning davlat, millat, din yaxshi chekilmasi bo'lmaydi. Ranjitib qo'ygan bo'lsam kechiring. Meni kechiring. Bundaq gaplarimizni yapılı qizlar deb bering. Jinniz qasdi shaptol ekanda. Bo'ldi, Karima xonim. Kechiring. Ammo shuni inkor qilmaymanki, sizni rostli yoqtirib qoldim.
Afsus, sizni ranjitib qo'yarimni o'ylamagan ekanman. Bo'ldi. Bu gaplarni deyishmaylik. Tamoq yeylik. Qandaq Karima? O chet ellikdan hech chiqib qolding-ku deyman. Nemisin deysan adash? Arzuyimni amalga oshirish uchun ularni artishyapman. U meni yaxshi ko'rib qo'ygandek qiladi. Adash, sen foydalangandek yer bo'lsa foydalan, lekin hushyor bo'lchimi? Oldingi qatim 13 kun tarjimonlik qilib berganimga 10 ming yuan haq berdi. Ürümchida bir mazgil to'g'ri qilmoqchi ekan, shunga uydan birini ep qo'ysam deydi. Nima? Bir xil beyib ketsan, men uning bir adasini tanishtirib qo'yay. Lekin sen ularni ko'ldirib etsanki, hargiz ko'nglimni bermaysan. Nima? Sen onundan to'y qilamsan? İşlerimni bir taraf qilvasamla Yaponiyaga ketaman. Mana deydigan gaplaringiz bormi yoki ish haqingiz ozib qoldimi? Yo'q efendim, men sizning hamkorligingizga rahmat aytmoqchiman. Bug'da keliga chiqqan kunimizga telefoningizga endi qo'shilsa rozi bo'lasizmi? O'tganda siz qo'shilmagandingiz. Siz bilan umrlik do'stlik qilishni to'g'ri topganligim uchun o'zim bu gapni qilyapman. Ondaqda o'zimni to'lim baxtli deb bilaman Karima xon. Men Yaponiyaga beriblar. Sizga 400 ming yuan pul avatman. Uydan birini ep qo'yasiz. Men Ürümchida bir mazgil turib tijorat qilmoqchi. Siz xotirjam bo'ling. Bu yerdagi ishlaringizni yaxshi o'rinlashtirib, andin kelasiz. Çekçeygen gözde akıl yok degandek. Onundan keşkenim ras adası. On chiqib ketmisizlar dadasi. Silichida qoldirib bilan men chidayolmaydi ekanman. Ekber yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, baribir bizning o'g'limiz emasmi? Qizimizning o bir obdan ish o'rni bor. Ekberjonning ish o'rnimi yo'q. Shu bechara balamga tazimi tas bo'ldi. Shu balning g'amidila qoldim desizlar hozir. Ozmaydigan odam bormi bu jahonda? Öz balasidan kechikib chidayalaydigan qandoq yurakkin tang siladiki, hech bilamadim. Onun uchun mening yuragimni yig'laydi onasi. Chunki o yanılı mening o'g'limda. O qalbimda paydo qilgan yara tek saqaymadi. Shunga Ekberning ismini anglasamla peygonim o'rlaydi. Omo Japonni bir chekib baqsin. Bu hayotning qadrini bilsin apsi. Elima Ekber o'z japa chekmidi dadisi. 3 yil turmida yatmag'ay oson ishmi? Dard alam üst-üstelab kelaversa, asali yomon yo'lga menib qoladi. Shunga Ekberni qishimizga yondirib keldik. Endi yana qayta yomon yo'lga menib qolmasa. Bu degan o'g'liga to'g'ri. Elim Ürümchida yuzimiz to'kilib turamay, bu yerga qaytib keldik emasmi? Endi uni o'z yerimizga akilib olsak, yana gap anglamay yuzimizni to'kib yursa, qayrig'anda bizga nima tatquliq? Sizlarning mushkojliklaridan bolamizdan ayrilib qoladigan o'xshaymiz. Eg'zingni eshitmanglar xotin.
Cin, neymelerine kıp yürüyüp kaldı. Eğer Ekber ondaq olmasa onu taşlı bitirdiler. Hey, taşlı etkili iştin küçük olmasa o. O birisini öldürüp koysama, bari bizning balamızda. Mana ma'u gapni bir dadida qildilar. Uzumay ürümchiga berib qizimizni ko'rgach, Akbarjonni bir ko'rib kasla o'pdiki. Bo'ladi. Bo'ladi. Shunday qilay. Pulni mo 100 nima tapding? Anglasam to'g'ri yo'lda ma'may etibsan. O'tgan ish o'tib ketdi. Tapgan taginingni elib tezroq chetlarga chiqib ketding. Menga mo tezroq viz evatib ber. Bir taraf qiladigan azroq ishim bor adash. Shu ishlarni bir yoqlab qilib bitib yo'lga chiqaman. O'qishimiz tugagan mo 2-3 yil qoldi. Sen qo'y qandaq bo'lmasin bir savdo yo'liga kirib olding. Men hech qismat topolmay yurayman. Mobito afandi bilan aloqalashib turyapsizmi? Ha. U mo pat yaqinda Urumchiga kelmoqchi. Sening mamamla chiqdiganligingni, bo'lsa ishga kishlik viza eklashni taplab qo'ydim. Yaxshi kelmoqchi. Sening mamamla chiqdiganligingni, bo'lsa ishga kishlik viza eklashni taplab qo'ydim. Yaxshi bo'ptimi? Rahmat adash. Qilala. Tünege yitlab yürgüden qaysi qiz o? Yürüvatgan qizingmi yoki? Ha, xo'jayin, yürüvatgan qizim. Aralashayotganiga qanchalik bo'ldi? Bir necha oy bo'ldi. Onun oila ahvolini bilamsan. Onun urug' avlodining tegi-tekni aniqlab-da. Agar bu ishni yaxshi bajarib kelsang, gardinandagi 10 million qarzni bekor qilib yetaman. Ortiq ishlarga aralashmay bu ishni cho'qim yaxshi bajarib kelgin. Qani al buni. Rahmat acha, xo'shamsa, men chiqay. Yaraysan jigit. Bu qanchalik ishdi? Sen aralashib yurayotgan qizning aksida 50 million pulim bor edi. Lekin u hozirgacha pulimni bermayotadi. Sen qiz do'stining turalg'isini bilamsan? Yo'q. Undaq bo'lsa, uning turalg'isini aniqlab bergin. Qiz do'stimning aksiga ziyon yetkazmaydigansiz? Yo'q, faqat pulni ber deb qistayman shu. Agar uningga ziyon zahmat yetkazsam, pulni qanday qilaman? Qillarni ishlash jigit, pulni men sirgan chig'imda men beraman deb o'tirga chiqsang, o qiz bilan asalla to'y qilib ketalaysan. Lekin menda unchalik pul bo'lmasa, sen bu ishlardan xotirjam bo'lgin. Pulni men beraman. ishlar aslida deganingizdek bo'lsa, siz uchun jinim ketsin mayli. Yaraysan jigit. Ala. Xotirjam bo'ling acha, hamma ishlarni deganingizdek qilaman.
İrfan, endi qaytib keting. Akamning keldiği vaqtim bo'lib qoldi. Akangiz kelsa kechki tomoqni sirti biliyli bo'lmasa, men mehmon qilay. Hozir payt emas. Payti kelganda o'zim sizga deyman. Oy, choy qaynab ketibdi. Ishingizni qilavering, mayli bitay. Ma'qul. Qaytay. Ma'qul, xo'sh emsa. Xo'sh emsa. Xo'jayin, ish bitdi. Nima tomoq atding? Puli atdim. Chaqirtmasam kelmamsan? Bira muhim ish omitdi. Albatta muhim ish bor. Dadamlardan telefon keldi. Ular bugun yo'lga chiqadi ekan. Rasma. Aka, xushal bo'lmay yig'layapsan-ku. Kim yig'labdi? Kulyapman. Undaq ular atili keldi ekanda. Emis men at ustamdan bir kun ruxsat so'rab, dadamlarni bekat saqlab turay. Aka, men poloni o'sib chiqay. Bo'ldi, tamoqni chekivermay polodini yegishtir. Men choy damlab kiray. Poloring bak o'xshab qilsanglar. Rahmat aka. Kela, Samiya. Qani, choy ichcha. Sen mi kela? Alaya. O'xshabdimi? O'xshabdi. Agar dadamlar kelsa, yuziga qandoqmi qaraman? Bo'ldi aka, bu ishlarni o'ylamay tamoqni yegina. Ala. Vay. Ha. Ularni bağlab etdik. Ha. Etraf tinchgan. Kelaveringlar. Ha. Ma'qul. Xo'sh. Ularni qanday qildik emas? Ahchimizga saqlab turaylik. Xo'jayin, ular mana. Qandaroq, Akbaraxo. Ahvol yaxshidi.
Meni unutib qolgan bo'g'aysang qachon. Biroq men seni unutib qolmadim. Voy. Tomochiqdek bir chiroyli salomim bor degni texi. O'z vaqtida men musulmondek chiroyli ham yashaydim. Bu jahon o'tgan jahon. Endi men seni jazolayman. Shunda qilsam bo'ladi-qanday? Xo'rliqning qanday bo'ladiganligini endi men sana bir kesib qo'yay. Irfan, sen oldi bilan qo'lsan, o'zini yurgan qizman. Götünü qilay jinim acha. Bunda qilsangiz, men bu qizni rasli yaxshi ko'raman. Bu qiz gunohsiz. Bu qiz endi seni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Chupra. Chunki o'zining qilganlarini bilib bo'ldi. Qara, uning g'azab bilan chachirib turgan ko'zlariga. Labzingizni turing. Siz qiz do'stingiz jannat tuzmayman deb va'da bergan bu. Götünü qilay acha. Uni g'irayim qilsangiz. Qo'yg'ina. Mau aşkını muradiga yetkazib qo'yinglar. Vazifani o'rinlab bo'lib, maash qismini topshiringlar. Bo'ladi. Bu tomochiqni qanday qilamiz? Qanday qilishni o'zing bilasan. Asiya. Zöhrəg bir qancha qatam telefon qilsam olmadi. Uningki materiallarni bugun yuqoriga yo'lamasak bo'lmaydi. Siz Zöhrəni chaqirib kelsangiz. Qizlari eg'ir ro'yi zarba uchratdi. Imkon bor jikkab so'ramisizlar. Tamoqni quvvatli kiysin. Yaxshi aramasin. Bo'pti.
Bana işi apa. Bo'ldi canım kızım. Yıkılma. O ablakların derzisine. Özü bir. Bütünüz halay canım. Ata anamını çekip öldürmeydin. Herkes onda ahmak işini kılma. Herkes onda işini kılma. Senin balay. Dede. Akıllım dergin kapaksak oldu ki. Olurdu kızım. Bugün sağ-sağlık barayı. Kerime, sen kanun bu iş qo'zg'alindi. Mening tayyorlig'im batdi. Bu neymiş Kerime hanım? Odatiy ish. Buni keyin tushunib qolasiz. Kerime, ben advokat teklif qilma. Sizni oqlab chiqma. Derhal kesle. Cinayetçiler qo'lga tushdi. Erpan degan ablaqni tutmam sizlar hukam. O mo'ziyakeslik kuchurg'ichi unishni sarang bo'lib qoldi. O'zini o'zi jazolayotdi. Opta. Beşini ko'tara. O'zing jinoyat qilmishiga iqrormisan? Iqror. Lekin mening qig'inim uning qig'ini oldida hech nima emas. Ondaq bo'lsa, o'zing jinoyat qilmishingni tafsili so'zlab beramsan. Bo'ladi, so'zlab beray. Qani o'tira. O'tirib tafsili so'zla. Men asli bir oq ko'ngil o'quvchi edim. Lekin Çaylarni jehlab qo'yay, ya. Jehlab ichinglar. Çayning ta'mi sal g'alatiroq turadi. Biroz shunaqroq, lekin keyin odamni xush kayf qiladi. Yaxshi choy bu, yaxshi. Qani, ich. Choy bilan so'qishtirib qo'y, qani, eling, qani. Sen pek okumamsan. Ekber allaqachon seni bana tamaqığı tegişi verken. Men dedim. Şemsan çıkıp qarab bak. Handa? Ne dedin? Beni koyver. Var. Koyver. Shunday qilib, men uni o'ldirib etdim. Mundaq işte. Sen xatolashibsan. Murodilni qo'lga ilindi. O hammani to'liq iqror qildi. Sana ziyonkashlik qilgani Akbar emas, balki Murodilkan. Sen onu begunoh o'ldirib etding. Biz bu ishning rostchiligini to'liq aniqladik. Sen endi qonunning jazosini kut. Nima?
Yaşlı gülüm soldu içilmay. Zaman buldu gülde çırayım. Ruhim bolğaç sevgiye gaday. Kuncuqda hem vurur vicdanım. Ruhim bolğaç sevgiye gaday. Kuncuqda hem vurur bilmey yaşa hayat kadrini. Kansız dilde uygattın nefret. Kaldırmadın hiçbir namışan. Gözlerde yaş kaldırdın nefret. Kaldırmadın hiçbir namışan. Gözlerde yaş kaldırdın nefret. Kelgin